Ayolning sevgisi qayerdan bilinadi? Oldin hech qachon qilmagan ishlarni qilishni boshlaydi. Erkakning sevgisi qayerdan bilinadi? G'amxo'r bo'lib qoladi. Ayol nimada eng sezgir? E'tiborda, Erkak nimada eng sezgir? hurmatda. Ayol ranjiganda nima qiladi? O'zini shaxsiy chegarasini ko'rsatishni boshlaydi. Erkak ranjiganda nima qiladi? Yo'q bo'lishni boshlaydi. Ayol qachon qizg'anadi? Qachonki ayol qachon qizg'onadi? Erini atrofidagi ayollarning tabiatini bilganda. Erkak qachon qizg'anadi? Doim qizg'onadi shekilli. Ayol uchun munosabatda eng muhim narsa nima? E'tibor, sevgi, g'amxo'rlik, yonida yelkadosh bo'lib turish, Erkak uchun munosabatda eng muhim narsa nima? sadoqat. Ayol qachon soviydi? Ayol qachon soviydi? O'ziga nisbatan bepisandlikni his qilganda, Erkak qachon soviydi? hurmatsizlik ko'rganda, Ayolni qanday yutish mumkin? mehr bilan, Erkakni qanday yutish mumkin? tushunish bilan, Ayol nimadan qo'rqadi? e'tiborsiz qolishdan, Erkak nimadan qo'rqadi? anaqasini statusini yo'qotishdan, Ayolni nima xursand qiladi? oddiy narsalar ham xursand qiladi, samimiyat xursand qiladi. Erkakni nima xursand qiladi? Ayolni baxtliligini ko'rish menimcha.